Vatanimizning nishonli tarixini chuqur o'rganish hamda buyuk ajdodlarimizning beqiyos jasorati va boy ilmiy ijodiy merosini aholi va yoshlar o'rtasida yanada ommalashtirish chora-tadbirlariga qaratilgan muzeylarga tashrif 90 kun ma'naviy-ma'rifiy loyihasi doirasidagi tadbirlar davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, mazkur loyihaga ko'ra aholi, yoshlar, o'quvchilar, talabalar hamda pedagoglar uchun jumladan davlat muzeylarida jadval asosida sayohatlar tashkil etiladi. Ma'naviy-ma'rifiy ekskursiyalar joriy yilning 31-avgustiga qadar davom etadi. Muzeylarga tashrif 90 kun loyihasi doirasida Toshkent shahridagi G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi hamda Temuriylar tarixi davlat muzeyi va O'zbekiston tarixi davlat muzeyida sayohatlar tashkil etilmoqda. Ushbu jarayonlardan tayyorlangan reportajni e'tiboringizga havola etamiz. Azizlar, biz ayni damda Shon-sharaf davlat muzeyidamiz. Ushbu muzey 2-jahon urushida jasorat ko'rsatgan o'zbek qahramonlariga bag'ishlangan bo'lib, u sun'iy tepalik shaklida barpo etilgan. Shon-sharaf davlat muzeyi Toshkent shahridagi G'alaba bog'i yodgorlik majmuasining markaziy pavilyoni hisoblanadi. Muzey fondida 30 mingga yaqin eksponat mavjud bo'lib, ulardan 12 mingtasi doimiy namoyishga qo'yilgan. Eng muhim jihatlaridan biri, bu yerda ko'plab tarixiy buyumlar respublika aholisi tomonidan taqdim etilgan. Respublikamiz miqyosida o'tkazilib kelinayotgan Dolzarb 90 kun loyihasi. Hozirgi kunda fuqaro yoshlarimizni, ya'ni maktabgacha maktab ta'lim vazirligi yoshlarini, ta'lim vazirligi, ya'ni talabalarimiz, ularning ustozlari va mahalla uyushmasidan nuroniylarimiz, faxriylarimizni qamrab olgan Dolzarb 90 kun loyihasi Toshkent shahridagi 4 ta muzey bo'yicha juda ham avj olgan. Ya'ni bu muzeylar qatorida G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi va uni tarkibidagi Shon-sharaf davlat muzeyi, millat fidoyilari majmuasi ham bor. Bugun biz maktabimiz bilan birga G'alaba bog'iga tashrif buyurdik va biz bu yerdan juda katta taassurotlar oldik. Biz ichkarida urush paytida qahramonlik ko'rsatgan ota-bobolarimizning qilgan mard va jasur harakatlarini o'rganib olishimiz mumkin. Men shunday mard va jasur o'g'lonlarning avlodi ekanimdan faxrlanaman va men ham kelajakda vatanimga shunday mard va jasur o'g'lon bo'lib, sadoqat bilan xizmat qilaman. Muzeyimizni qolgan muzeylardan yana bir ajralib turadigan jihati bu majmua tarkibidagi muzey ekanligi. Ya'ni bizning G'alaba bog'i yodgorligi majmuasi bog' qismi va muzey qismidan tashkil topgan. Mana shu bog' qismida kelayotgan tashrif buyuruvchilar urush davridan saqlanib qolgan harbiy texnikalarni ko'rishlari mumkin. Ya'ni ularni asli urushdan saqlanib qolgan harbiy texnikalarni ko'rishlari, ularni ushlab ko'rishlari, vokzal, ya'ni ana o'sha urush yillarini jonlantirib bergan vokzalda urush davri jangovar harakatlar hududiga, ya'ni haqiqatan o'sha holatga, o'sha zamonga, o'sha vaqtga, tarixga tushib qolgandek o'zlarini his qilishlari mumkinligini, har bir hududni o'zini ma'no jihatidan kelayotgan tashrif buyuruvchilarga ma'lumot, ya'ni uni nafaqat eshitib, hattoki ko'zlari bilan ko'rib, haqiqiy aslini ko'rib tanishishlari mumkinligi aynan boshqa muzeylardan farqini ko'rsatib beradi. Ekspozitsiya tuzilishi hamda muzey binosi ichkarisi shartli ravishda 6 ta bo'limga ajratilgan. Jumladan, urush arafasidagi vaziyat bo'limida O'zbekiston front orti hududi sifatida aholining urushga tayyorgarlik darajasi aks ettirilgan bo'lsa, frontdagi jasoratda o'zbekistonlik jangchilarning jang maydonlaridagi qahramonliklari namoyish qilingan. Bundan tashqari, eshonlar va yetimlar fojiasi, front ortidagi og'ir mehnat, san'at va adabiyot, xotira va g'alaba singari qismlarda yetim bolalarni bag'riga olgan o'zbek oilalari, sanoat korxonalari va qishloq xo'jaligi ishchilarining g'alabaga qo'shgan hissalari, urush yillarida ijod qilgan madaniyat arboblari va ijodkorlar fojiasi ko'rsatib berilgan. Aynan nima uchun Shon-sharaf davlat muzeyi? Ushbu muzey ko'p millatli O'zbekiston xalqining 2-jahon urushida, ya'ni xalqimizni front maydonlari, janggohlarda ko'rsatgan jasorati, front ortida ko'rsatgan matonatini abadiylashtirish maqsadida tashkil etildi. Umuman O'rta Osiyoda
ushbu muzey va majmua yagona hisoblanadi. Bu yerga kelib xalqimiz mana shu Ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekiston xalqidan 6,5 million bo'lsa 2 millionga yaqinini urushda ishtirok etganini, front ortida xalqimizning sanoat korxonalari, zavod va fabrikalarida ko'rsatgan matonatini, ya'ni front uchun yetkazib berilayotgan mahsulotlarni, xalqimizni janggohlarda ko'rsatgan qahramonligini, ya'ni bolajon o'zbek xalqini mana shu urush yillarida ko'plab bolalarni asrab olganligini, yaralangan, jarohatlangan askarlarga kerakli tibbiy yordamni ko'rsatganligini, umuman Ikkinchi jahon urushi davri tarixini, haqiqiy noyob eksponatlarimizni, urush qatnashchilarimiz taqdirlangan orden medallar, ularning fotosuratlari, harbiy kiyimlari namunalari, mana shu ma'lumotlar bilan tanishib ketishmoqda va aynan mana shu muzeyni tanlashdan asosiy maqsad ham muzeyimizni noyob ekanligi. Hozirda zamonaviy interaktiv, ya'ni infokiosklar bilan boyitilganligi, ekranlarimizda ana shu sun'iy intellekt yordamida qahramonlarimizning ularni suratlarini jonlantirish, infokiosklarda urush qatnashchilarining umumiy ma'lumotlari va Smart muzey loyihasi asosida yana bir audio gid ham bor. Tashrif buyurgan tashrif buyuruvchi agar xohlasa o'zlari audio gid moslamasini olib, bemalol muzeyimizni aylanib, kerak bo'lgan ma'lumotlarni elektron shaklda ham olishlari mumkin. Muzeydagi eksponatlarni jamoaviy tarzda tomosha qilishni o'ziga xos ma'nosi shuki, bugungi kundagi yosh avlodni vatanga muhabbat, umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilish ruhida tarbiyalashga qaratilgan muhim bir chorlov hamdir. Muzeylar aro 90 kun loyihasi shunchaki muzey bo'ylab sayohat emas, balki tariximizni o'rganish, madaniyatni shakllantirish, o'sib kelayotgan mo'rg'ak qalblarga janglarda jonidan kechib jasorat ko'rsatgan ota-bobolarimizning fidoyiliklarini anglatishdan iborat. Bugungi kunga kelib hozirda 30 mingdan ortiq tashrif buyuruvchilar bizning majmuamizga, bizning muzeyimizga tashrif buyurishdi. Bu loyihaning asosiy maqsadi hozirda mana shu yoshlarimizni o'zlarini yozgi ta'tillarini, vaqtlarini maroqli o'tkazishlari. Bundan tashqari ularni davlatimizni, mamlakatimizning madaniy merosiga aylangan muzeylarimiz tarixini o'rganishlari, muzeylardagi ekspozitsiyalar, eksponatlar bilan tanishishlari, ularning kelib chiqish tarixi va hozirgi kunda mana shu yoshlarimizga, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yosh kattalarimiz, nuroniylarimizga ana shu xotirani, tarixni yetkazib berish. Biz bugun ustozlarimiz bilan G'alaba bog'iga keldik. Bu yerda ota-bobolarimiz jang qilishayotgan holatlarini ko'rdik. Bu bilan biz ota-bobolarimiz bilan faxrlanamiz. Men ham katta bo'lganimda vatanimni himoya qiladigan inson bo'laman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Qadamingda o't chaqnar, liboslaring yarashar, ko'rganlar havas qilar O'zbekiston askari. Sen o'z o'rning sardori, himoyangda yosh qari, sergak turgin charchama O'zbekiston askari.
Agar siz yaqin kunlarda ushbu muzeyga kelishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, chinakam matonat simolarini ko'rganingizda yuqoridagi fikrlarimizning isbotiga guvoh bo'lasiz. Farangiz Jabborova, Zohid Shorahmedov Vaqt mashinasi tarixiy axborot dasturi uchun tayyorlandi.